Qurbonyoz ota echkilaridan birini g'ayrioddiy holatda yo'qolib qolganligi va yana paydo bo'layotganligi bo'yicha tahririyatımizga murojaat qildi. Voqeaning qanday tus olganligi va uning yechimi bo'yicha o'rganishlar olib bordik. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Men 40 yildan beri qo'y boqaman aka. Hayotim pataq-putuq chiqib ketdi. Endi sababini aytsam, mana Arnold degan takam bor edi. O'sha yo'qolib qoladi aka. Keyin 2 kundan keyin paydo bo'ladi. Endi o'g'ri bo'lsa, o'g'irlab ketsa mayli. Lekin yana paydo bo'ladi. Sharpa deb qo'rqdim. Keyin sharpa demoqchi aka, sizlar ana sharpani tushirgansizlar-ku. Oxirgacha yetkazdilar-ku. Nuqtacha TV. O'sha uchun sizlarni chaqirdim aka. Gap yo'q lekin o'sha yorib o'rgansizlarga. Ana oltin o'shani ham yorgansizlar. O'sha uchun sizlarni chaqirdim aka. O'sha Arnold degan takam topib bersangiz aka. Bitta mol bizdan-da akajon. Iltimos, o'shani topib beringlar. Ushbu voqeadan so'ng masalaning yechimi o'laroq muxbirimiz tomonidan yo'qolib qoladigan echkiga nini kamera o'rnatgan holda kuzatdik. Kuzatish davomida qiziqarli vaziyatga duch keldik. Gap yo'q aka, lekin borku boshing super borku. Shu agentday borasizlar, agentday. Xursandmisiz? Albatta. Endi to'yda edi bu yoq, to'y. Qanaqa to'y? Endi biz Telmon aka bilan qudada endi ana ikkita echki. Tabriklayman. Gap yo'q, rahmat. Albatta, bugun Qurbonyoz akani quvonchiga sherik bo'ldik. Chunki echkisining muhabbatini ko'rib biz juda ham sevindik. Mana shu xo'qranka zamonda bir ikkita oilalarda mana shu muhabbat yo'q. Qancha oilalar ajrashib ketmoqda. Xulosa esa sizdan. Qo'chqorboy Izlaganov, Pyotr Kozlov .tv uchun maxsus tayyorlandi. Ushbu video hazil tariqasida va kayfiyatni ko'tarish maqsadida real voqealarga asoslanmagan holda suratga olinib tarqatilmoqda.